Ayol bu kim? Birinchi o'rinda ayol bu yaxshi ona. Ayol bu mehribon opa, mehribon singil. Ayol bu metin matonatli zot. Ayol bu dunyodagi eng mehribon zot. Ayol bu umrimiz bezagi. Ayol bu bir butunlikning yarmi. Yarmi erkak bo'lsa, yarmi ayol. Demakki biz ayollar bilan butunmiz. Ayol davlatimiz va uyimiz farishtasi. Sen onasan, sen go'zal yor yo singil. Ma'noli so'zingdan obod har ko'ngil. Mehring bersang dard ham o'tadi yengil. Kim bo'lmaki keksami yoki yoshsan ayol. Mehr bobidagi ulkan quyoshsan.